48-58. Center avtomobili. Maşallah ana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Nuroboddan. Samarqand Nuroboddan qo'yilmadingiz. Nega bog'lanib bo'lmabdi? Nega telefon qilib bo'lmadi sizga? Telefon qildim, tusha olmadim. Telefonim o'chib edi-da, va ishtirikdagi shunga telefon o'chib edi. Telefon yaxshi emas. Ha, qayerda ishlasiz? Husayn kanalidan Center avtomobilini yutib oldingiz aka. Assalomu alaykum Husayn kanali obunachilari. Mana bugun to'g'rirog'i kecha 17-may kuni 2025-yil. Akam Oybek Samarqand viloyatidan Nurobod tumani Mehri qishlog'idan Husayn kanalida belto olgan bo'lgan. Kecha YouTube chiqqan, mana bugun 18-may kuni YouTube'da olib berishdi mana mashinani. Gentra, qora Gentra, shu aytilgandek. YouTube rost ekan. Hozir YouTube chiqqaniga berishyapti. Baraka topsin. Mana o'g'li, men o'zim Toshkentda turaman, Yangiyo'l. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida. YouTube'da o'zi aslida Samarqandga olib borib berishligi kerak edi, olib borib berishmoqchi edi. Endi bizda akam o'zlari Rossiyada bo'lganligi uchun mana shu yerda olishlik biz uchun qulay deb shu yerda oldik. Mana o'g'illari Nurbek. Men birgalikda qabul qilib oldik mashinani. O'ynanglar, YouTube'lari haqiqiy baraka topsin.